Botir akani biz shundoq bilamizki, haqiqiy o'zbek ziyolisi sifatida abadiy qoldi. Bu kishiga sirq xalq artistligi berilishi, ertalab qo'l qo'yilishi kerak Moskvada. Demaydi, Mingkulturar chegakib eslar. O'sha vaqtda chepir bo'ldi bu yerda. Chepir bo'lgan. O'sha vaqtda Sekani sekretari hozir tirik Abdullayevani shofiri to'y qilgan. Shofiri, Sekan sekretari. U shofir qirg'irdi, juda nozlari katta ekanda. Apa qani to'yiga nima yordam kerak desa, bittagina yordam. Hozir to'yimga shu Botirzo kelibdi, olib kelib bersangiz. Undan keyin opa keyin Botir akaga aytgan shekilli, kishi aytgan, opa, nima desangiz ham hammasini eshitaman, lekin men hech qachon to'yga bormaganman. Sanama. Deb o'sha Moskvadagi sesir xalq artisti buyruq chiqmay qoldi. Ana, oxirgi buni biz doston ham qilganimiz yo'q, aytganimiz ham yo'q. Mana bir nima mayda gapga ham o'xshadi. Endi eshitishim mana eshitmagan. Qayerda eshitasiz? Buni yozmaganmiz ham, aytmaganmiz ham. Bilmasdik biz. Ikkinchidan, mahallarda buni gapirgan odamni o'zi so'roqqa tushardi deb borib, so'roqqa tushardi. Botir aka ham aytgani yo'q. Lekin ertaga shu buyruq chiqib qoladi yaqinda 3-4 kunda deb ular aytgan. Keyin bu kishini sheriklari undan keyin oldi. Kovzunlar, Leshinkalar, Muslim Magamayevlar birinchi bo'lib Botir aka turgan. Shu mana shu qilinlar qilingan. Shopirini to'yimishi bitta ulug' aktyor artisti buyog'i qilib o'zlaricha yerga urib o'tiribdi. Nima deysiz? Yozsangiz qayerga yozasiz? Nima deysiz?